Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Yo'ldoshev Tojiddin Abdukarimovich, Denov tadbirkorlik pedagogika instituti pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisiman. Umumiy psixologiya fanidan psixika va ong mavzusi haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Rejamiz quyidagilardan iborat. Demak, birinchisi psixikaning filogenetik taraqqiyoti, ikkinchi rejamiz seskanuvchanlik va terapizm, uchinchi rejamiz hayvonlarning instinktlari, to'rtinchisi hayvonlarning ko'nikmalari haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Ya'ni biz o'sha psixikaning rivojlanishi haqida gap ketadigan bo'lsa, ya'ni materiyaning aks ettirish shakllarini quyidagilardan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni quyidagilarcha ifodalanishi mumkin desak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Materiyaning aks ettirish sxemasi ikkiga bo'linadi. Ya'ni anorganik materiya va organik materiyalarga bo'linib ketadi. Anorganik materiya mexanik, fizik va ximikka bo'linib ketadi. Organik materiya esa biologik va psixikka bo'linib ketadi. Tirik materiyaning tashqaridan ta'sir etadigan moddalar almashinuviga javob berishi bu ta'sirlanuvchanlik deb ataladi. Biz mana shu psixikaning rivojlanishida Leontev bo'yicha psixikaning rivojlanish bosqichlarini jadval ko'rinishida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni Leontev 3 bosqichda ajratib bizga taqdim etishga harakat qilgan. Ya'ni buning birinchi bosqichi bu sensor bosqichi bo'lib, ya'ni u elementar seskanuvchanlik bilan belgilanadi. Ikkinchi bosqich esa perseptiv bosqichi, ya'ni idrok qilish bosqichi. Bunda idrok etish bilan bog'liq deb tushuntirib o'tadi. Uchinchi bosqichi intellektual bosqich bo'lib, bu predmetlararo aloqalarni aks ettirish deb Leontev jadvalda ko'rsatib bergan. Bu mana shu 3 bosqichni, psixikaning rivojlanish bosqichlarini, shu birinchisi o'sha elementar sodda sensor psixik bosqichini Leontev ta'rificha bu tashqi muhitda obyektlarning u yoki bu sifatiga qarab javob beradi. Bu oddiy sezish bosqichidir deb aytib o'tib ketadi. Ya'ni bular o'sha oddiy bir hujayrali hayvonlarda, o'sha amyobalarda, filkalarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda o'shalardagi oddiy sezishlarni, psixikani aks ettirishlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bosqichi bu perseptiv bosqichi bo'lib, u tashqi obyektiv voqelikni yaxlit aks ettirish bilan xarakterlanib, alohida oddiy sezish turi emas. Bu murakkab tuzilishga ega hayvonlarni ham misol keltirib o'tib ketadi. Ya'ni bunda sal oddiy sezishdan, o'sha elementar sodda sezishdan bu birmuncha farq qiladi. Ya'ni u idrok qiladi, qabul qiladi, perseptiv aks ettiradi deb alohida aks ettiradi. Uchinchi bosqichi intellektual bosqichi, bu yuksak darajada rivojlangan nerv tizimiga ega bo'lgan, ya'ni odamzimon maymunlarga xos, ya'ni o'shalardan xos va insonlarga xos deb tushuntirib o'tishga harakat qiladi. Seskanuvchanlik, ya'ni tirik organizmning biologik ahamiyatga ega bo'lgan ta'sirlarga javob qaytarish qobiliyati bu seskanuvchanlik deb aytiladi. Biotik, ya'ni biologik ahamiyatga ega bo'lgan omillarga maxsus harakatlar bilan reaksiya qilish usullariga terapizm yoki taksislar deb aytiladi. Biz sizlar bilan hozir shu terapizmlar haqida gaplashishga harakat qilamiz. Terapizm turlari quyidagilar, mana shu jadvalimizda quyidagilarcha o'z aksini topadi. Terapizmning bir nechta turlari bor. Ya'ni fototerapizm, termoterapizm, hemoterapizm, topoterapizm, gelioterapizm, batoterapizm va gidroterapizmlarga bo'linadi. Biz shulardan fototerapizmni ko'radigan bo'lsak, fototerapizm bu tirik organizmlarning yorug'lik ta'siri natijasida harakatga kelishini misolga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Termoterapizm esa bu issiqlik, ya'ni tirik organizmni issiqlik ta'siri ostida harakatga qilish moyilligi tushuniladi. Hemoterapizm, ya'ni kimyoviy, fizikaviy narsalarga moyil bo'ladi, ya'ni tirik organizmning fizik, kimyoviy muhitni tanlab olishga bo'lgan moyilligi tushuniladi. Topoterapizm, ya'ni tirik organizmni mexanik qo'zg'ovchilar ta'siri ostida harakat qilinishiga, ya'ni unga ta'sir kuchi ta'sir etishi topoterapizm deb aytiladi.
Undan tashqari gemoterapizm bor. Tirik organizmni quyosh ta'siri ostida harakat qilishga moyilligi gemoterapizm deb aytiladi. Fototerapizm esa tirik organizmni havo bosimi ostida harakat qilishga moyilligi fototerapizm deb aytiladi. Gidroterapizm, gidro bu suv, tirik organizmni namlik yoki suv ta'sirida harakat qilishga moyilligi gidroterapizm deb aytiladi. Undan tashqari hayvonlar, bular o'simliklarga tegishli edi, tropizmlar. Undan tashqari instinktlar bor. O'sha ikkinchi bosqichda instinktlar bu hayvonlarning tabiiy ehtiyojlarini qondirish uchun qilinadigan murakkab tug'ma xatti-harakatlariga instinktlar deb aytamiz. Ya'ni ikkinchi nomi shartsiz reflekslar yig'indisi ham instinktlar deb aytiladi. Instinktlarni ham bir nechta turlari bor. Hayvoniy instinktlarni bir nechta turini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, shulardan ovqatlanish instinkti, himoyalanish instinkti va hokazolar. Shulardan ovqatlanish instinkti hayvonlarning o'zi va bolasi uchun ovqat qidirib topishi, ovqatni g'amlash, harakatlanishi bu ovqatlanish instinkti deb aytadi. Ya'ni hech qaysi hayvon o'z bolasiga shu o'rgatish shart emas. Ya'ni ular tug'ma tarzda jo'ja, o'sha tovuqlar don topib yeydi, bo'rining bolalari o'sha go'sht yeydi yoki bo'lmasa har bir hayvon o'ziga xos va o'ziga mos tarzda ovqatlanish instinktiga ega. Keyingi himoyalanish instinkti har bir hayvon o'z hayotini va omonligini saqlashda ifodalanib, u ikki ko'rinishda sodir bo'ladi. Birinchisi dushmanga hujum qilish, ikkinchisi esa o'zini himoya qilishda namoyon bo'ladi. Ya'ni unda titratganlarni tikani yoki toshbaqalarning toshi yoki bo'lmasa himoya jinlari bunga misol bo'la oladi. Keyingi instinktimiz nasl qoldirish instinkti. Bu ota-onalik instinkt sifatida ko'rinib, nasl avlod uchun g'amxo'rlik qilish, uni ma'lum bir vaqt bilan ovqat bilan ta'minlanish, xavf-xatardan saqlash, ya'ni o'z bolalarini parvarish qilish, tug'ma mahoratiga ega bo'lib, o'z naslini kelajagi haqida g'amxo'rlik qilish instinkti. Buni har bir hayvon o'zi instinktiv tarzda, tug'ma tarzda aks ettirib ketadi. Bu nasliga g'amxo'rlik qilish instinkti. Bu har bir hayvonda mavjud instinkt deb aytib ketiladi. Keyingisi to'da bo'lib yashash instinkti. Ayrim hayvonlar to'da va poda bo'lib yashashadi. Ya'ni bu instinkt hayvonlarning turli usullar bilan o'zaro aloqa qilishda xilma-xillik shakllanishi, birgalashib to'dalashib, poda bo'lib, gala bo'lib yashaydilar. Ya'ni yashashga zamin bo'ladilar. Bu to'dalanish ba'zi hayvonlarda doimiy xarakterga ega bo'lsa, ya'ni masalan chumollarda, asalarilarda, ba'zilarida esa o'ziga xos o'xshash hayvonlar bilan vaqti bilan birgalashib yashaydi. Shunday bir nazariya borki, bular o'sha to'da va poda bo'lib yashamasa, bu zotlar qirilib ketishi ham mumkin bo'ladi. Undan tashqari hayvonlarda ko'nikma degan tushuncha bor. Ya'ni bu hayvonlarda shartli bog'lanishlar asosida yuzaga keluvchi va avtomatik ravishda sodir bo'luvchi harakatlardir. Ya'ni biror bir faoliyatni takrorlanib turishi natijasida asta-sekin hosil qilingan xatti-harakatlar ko'nikma deb aytiladi. Hayvon va psixika o'rtasidagi farq, masalan, ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Til va tafakkur. Yana bir farqi qurol yasash va uni asrash, inson o'zidan keyingi avlodlarga ijtimoiy tajriba qoldirish va hissiyotlar bilan ajratishimiz mumkin bo'ladi. Shuning bilan bizning bugungi mavzuyimiz yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'lasizlar.